Assalomu alaykum, Universal 95 Yangiliklar Qoraqalpog'iston. Mana bugun ishlarimizdan videomiz yo'q. İşlerimiz Buxoroga, Vobkentga bordir. Tak birinchi navbatda dalniy momentda uchortib kelib turganimiz. Hamma zapchaslari kelgan. Qo'l bola stil, limken atval, predpložniklar limkendagi bilan bo'ladi. Mana silinderlarimiz keldi, xudo xolasa ishlab o'tirgan ishlar uchun. Xohlagan kolичествоda. Kimga kerak bo'lsa-da bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nalichida bor. Mama bobolarimiz, limixlarimiz hammasi bilan. Ko'rsatib o'tamiz. Mana limixlar. Mana. Limixlarimizning kolичествоsi общий ko'p. Bundan da ko'p. Bu hozir ozg'ana bor, ko'rinishi bir xamir o'zidan patiri bu. Shlankisi bor, limixi bor, dalotasi bor, hamma narsasi bor. Qolgan limken zapchaslari ham bor hammasi. Limix dalota kerak odam bemalol aloqaga chiqaveringlar. Nelichida turibdi. Yetmaganmi, yetmaydigan bo'lsa yana keladi. Bemalol. Buni hammasi chotki original zat. Qo'lda yasalgan model emas. Haqiqiy fabrikning zavodning zati. Arkada bizlarning yine ishlanayotgan ishlarimiz bor. Bu elde bozib ko'chirilib berdi. Evvel baland to'radan bo'lgan, hozir barazaga tushirib New Holland 135 ga 5-korpus tashlab 4 korpus etyapti. Bu yoqda ram quyilyapti. Mana yoqda Xorazm Kormash buliq 4.25-20 santidan 4 korpus. Ram bugilib qeshayib ketgan. Polnistli ram almashadi, atol almashadi. To'proqni qayirmaydigan, tap qo'shmaydigan. Bir yog'ining bir korpus tushsa, bir yog'ining tushmaydigan. Shunda iyasidan jalib bo'lgan bilan mo'ynalari 90lik. Bize 3 korpusumuzda 110-120 turibdi, hamma biladi buni. Mana ramning ahvoli. Buklanib ketgan. Siniq tushgan, buklangan. Ram 8 ga 8. Bu yoqda o'zlarimizning 2 yil burun yasagan pulog'imiz 30dan 5-35lik puloq. 30 santidan 1,5 metr oladi, 5 korpus. 10-25 suyra birdi. Atollari, limixlari, palov dosklarına kelib turibdi. Remontga bir qator. Buna moy bizar yog'idan emas, bu traktor yog'idan bo'lgan. Buna moyni. Buna ram 2 yil bo'ldi. Bir yerinde defekt yo'q. 2 yil bo'ldi. Bu pulog'imizga ko'p bo'lmagan hali. Ahvoli yomon bo'lyapti biroq. Mana materiallarimiz. No ramga ishlatiladigan material. Mana shu iminni mana shu pulga, mana shu ramdan ishlatamiz. Stena 1-1 toza novoy zat 10 ga 10. Bir-birine suvar ketgan vaqtda 10 ga 11 bo'lib chiqadi. Mana shu pulning rami mana shunday. Mana shunday ugunlikdan ishlangan. Mana qalınlığı, chotki shuning uchun ham yoriq tushmaydi, qishaymaydi, trishina bermaydi. Toza zat. Mana pulog'imizning mo'ynalariga kelib turgan materiallarimiz. Mana bu yerda yeni bir pulog'imiz uchun mo'yn taxlanyapti. Mana mo'sht haqiqiy. Mana ichi, mana sirti. İçeriden zagatoplarimiz var. Shunda kesilib tayim bo'lib turgan. Pulog'ga mo'ynini qo'yiladigan bo'lib. Mana bu 4 korpus pulog'imizning mo'yni. 140 diametrda 220 ga 140 passimlikda. Mana digirchak chaylarimiz. ...90'lıktan 593 1278 95'ten 105 99 nömerlerge aloqaga chiqaverasizlar.